Bugun ham yoshlar tadbirkorligi uchun Aloqa bank va Milliy bankka qo'shimcha yana 200 million dollar ajratamiz. Bu ikki bank yoshlar bilan ishlash bo'yicha asosiy mas'ul bo'ladi. Ishmetov hokimlar qolgan barcha banklarning jalb qilib, ularni 30% xodimi faqat yoshlar bilan loyiha qilib, bandligini ta'minlashga safarbar bo'ladi. Masalan, Agrobank yangi venture kompaniya ochib, unga dastlabki bosqichda 100 milliard so'm ajratdi. Bu mablag'lar aqlli issiqxona, aqlli fermer xo'jaligi, kasalliklarni erta aniqlash, innovatsion texnikalarni ishlab chiqarish kabi yo'nalishlardagi startaplarga beriladi. Shu bois banklarning joylardagi rahbarlari, tuman hokimlari, agentlik, oliygoh va texnikumlar bilan bir hafta muddatda malakali mutaxassislar, g'oyasi bor yoshlarni shu yo'nalishga alohida ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanish bo'yicha yangi tizim qiladi. Davletov, Sirojov, Ishmetov birinchi chorak yakuni bo'yicha har bir tuman, oliygoh va bank qanday ish tashkil qilgani haqida axborot kiritadi. Irisbekova o'zini o'zi band qilgan yoshlar uchun kreditni 100 milliondan 300 million so'mgacha oshirish, yosh tadbirkorlar loyihalari uchun 10 milliard so'mgacha kredit ajratish, hozir 5 milliard. Innovatsion startaplar loyihalariga 100 ming dollargacha investitsiya kiritishga ruxsat beramiz. Servis va umumiy ovqatlanish sohasida 1 mingdan ziyod ish o'rni yaratgan mahalliy brendlardan franshiza olib, filial ochishga qiziqayotgan yoshlarimiz juda ko'p. Ularga ozgina turtki berilsa bo'ldi, qolganini o'zi eplab ketadi. Shuning uchun Irisbekovaga brend korxonalari bilan ishlab, 2 haftada bunday yoshlar uchun qulay moliyalashtirish paketini yangidan joriy qiladi.